Misol uchun bitta odamga yoki bitta do'stingizga ishonasiz. Bu bunaqa emas deysiz, lekin u aldab sizni haqiqiy travma qiladi. Masalan, bitta do'stingizni qaraysiz, "Yaqinim bu, men bunga ishonaman" deysiz. Bu yolg'on gapirmaydi, aldamaydi, xolislik qiladi menga, samimiy menga deysiz. Lekin u unaqa emas bo'lib chiqadi. Va u menga samimiy deb turib, siz ham unga samimiy, xolis bo'lasiz. Lekin u unaqa emas bo'lib chiqadi. Mana bu yerda ham Alloh taolo sinaydiki, siz o'sha yerda yana xolis bo'lib qolaverasiz. Yana o'sha yerda samimiy bo'lib qolaverasiz. Nimaga desa, siz samimiyligingiz undan javob kelishi uchun emas. Sizning xolisligingiz undan javob kelishi uchun emas. Xudo rozi bo'lsin deb qo'yasiz. O'shaning uchun samimiy, xolis insonlar bu dunyoda deydi. Yutqazganga o'xshasa ham, mag'lubga o'xshasa ham asli g'olib deydi. Nimaga desa, u asli Robbisini rozi qilib qo'yapti-da baribir. Misol uchun noxolis ishlarni etib, "Men yutib chiqdim" degandek bo'lishi mumkin. Lekin asli siz g'olibsiz-da. Chunki Alloh taolo xolis bo'lishga buyurgan bizani, samimiy bo'lishga buyurgan. Xolislikni qiyoslanganda, ranglarga olinganda, xolislik rangsiz deydi. Shaffof deydi xolislik. O'shaning uchun xolis, samimiy odamlar hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Yutqizmaydi, asli yutadi. Chunki Alloh rozi bo'ladi undan.